2 oylik natija, xudo xolasa. Bemorimiz Qashqadaryo viloyati Muborak tumanidan kelganlar. Ularga bir vaqt o'zida burun to'siqlarini to'g'laganmiz, septoplastika vazotomiya hamda o'ng tomonlama endoural timpanoplastika, ya'ni quloq pardalarini tiklab berganmiz va hozir natijasini birgalashib ko'ramiz. Old nafas olishga ham qiynaldingiz-a? Zo'r, mana shu ideal chiqqan burun to'siqlari. Mana ko'rsak bo'ladi, burun to'sig'imiz o'rtada turibdi, o'ng tomon ham, chap tomon ham bir xil nafas olyapti, xudo xolasa. Juda ham chiroyli chiqqan. O'ng quloqlarni ko'ramiz. Mana shu quloq operatsiya bo'lgan, sog'lom, shomollanmagan quloq pardamiz. Bu esa mana yangi qo'yilgan quloq pardamiz. Quloq pardamiz butun, teshiklari yo'q, har lekin ozgina ishlari bor. Shunga qaramasdan, xudo xolasa 2 oylik natijamiz juda ham yaxshi. Hozir o'zlaridan bir fikrlarini eshitamiz. Operatsiyadan oldin qulog'imda iring oqish va shovqin bor edi. Bir tanishim Asqar akamni tavsiya qilishdi. Keldim, ko'riklarimga ko'rindim. Operatsiyaga rozi bo'lib, hozir hammasi natijasi yaxshi. Hozirda qulog'imda iring oqishlar yo'q, shovqinlar yo'q. Agar sizda ham shunaqa muammolar bo'lsa, bemalol Asqar akamga murojaat qilishlaringiz mumkin.